bu stolda 1,5 milliard so'm. Endi har kuni 10 kun mobaynida ertadan boshlab 21:00 da jonli efirda 150 million so'mni bir kishi yutadi. Ertasi kuni jonli efirda 150 million so'mni ikkinchi kishi yutadi. Uchinchi kuni 21:00 da 150 million so'm yutadi. Shunaqa qilib 10 kun to'xtovsiz 10 ta omadi kulgan obunachim, albatta hamma shartlarini bajargan obunachim bu pullarni uylarga olib o'z ehtiyojlariga ishlatishadi. Shartlarini diqqat bilan eshitinglar. Shart bu video tagiga 5 ta do'stingizni belgilagan bo'lishingiz shart. Biz buni albatta tekshiramiz. Yutish imkoniyatini oshiring. Buning uchun esa bu videoni maksimum tarqating. Bu videoga like bosing, bu videoni o'z storiesingizga qo'ying. Ertaga 21:00 da jonli efirda xohlasangiz g'oliblarni kommentariyadan aniqlaymiz. Xohlasangiz g'oliblarni likedan aniqlaymiz. Xohlasangiz g'oliblarni YouTube programmasida aniqlaymiz. Xullas kalom, endi har kuni 10 kun davomida 150 million, 150 million, 150 million, 150 milliondan to'xtovsiz